Qanday qilib ilovada ro'yxatdan o'tish kerak? Yuklab olgandan keyin ota-ona telefonidan ilovaga kirib, telefon nomerimizni yozib, ro'yxatdan o'tamiz va tasdiqlash tugmasini bosamiz. Keyin telefonimizga xabar kelish uchun razрешить tugmasini bosamiz. Tasdiqlash tugmasini bosib, bolani qo'shish tugmasini bosamiz va ismini kirgizib, keyingi tugmasini bosamiz. Bu yerda esa bolangizni rasmini ham qo'yishingiz mumkin va tayyor tugmasini bosamiz. Tayyor tugmasini bosgandan so'ng sizga individual raqam beradi. Ana endi bolangizni telefonidan Glazok 2 ilovasiga kiramiz, razрешить tugmasini bosamiz. Bu yerda esa нет ограничений tugmasini tanlaymiz va введите kod joyiga ota-ona telefonida berilgan kodni teramiz. Kodni terganimizdan so'ng ilova bizdan barcha ruxsatlarni berishimizni so'raydi. Birinchi ruxsat bu разрешить доступ к местоположению tugmasini bosib, при использовании приложения tugmasini bosamiz. Ikkinchisi esa разрешить доступ к камере и запись аудио tugmasini bosib, при использовании приложения tugmasini bosamiz. Keyin продолжить tugmasini bosamiz va bizdan настройки администратора yoqishni so'raydi. Va biz Glazok ilovasini tanlab, активировать это приложение администратора tugmasini bosib, 10 sekund kutib turamiz. Va я осознаю возможные риски и беру на себя ответственность за все возможные последствия tugmasini bosib, OK'ni bosamiz. Va yana biz продолжить tugmasini bosib, hamma ruxsatlarni beramiz. Bu esa fizическая активность ruxsati, lokatsiya ruxsati va местоположение tekshirish ruxsati. Hamma ruxsatlarni bergandan so'ng настройка tugmasini bosib, проверить достуp tugmasini bosamiz va ruxsatlarni tekshiramiz. Hammasi yoqilgan bo'lsa, ota-ona telefonidan bolangizni kabinetiga kirib, ilovadan bemalol foydalanishingiz mumkin.